Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Arti. Xush kelibsiz mening yangigina videorolikimga. Do'stlar, meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Zombilar qishloqimizga hujum qiladi. Bizning so'nggi umidimiz esa bunker qurish. Men kreativ rejimiga o'tdim, endi qurilishni boshlasak ham bo'ladi. Faqat undan oldin narsalarni solib qo'yish kerak. Xo'sh, bularni sandiqqa solib qo'yaman shekilli. Mayli. Sandiqqa solib qo'yaman. Endi esa bunkerni qurilishini boshlasak bo'ladi. Bunker boya aytganimdek aynan mana shu yerda bo'ladi. Tezroq shoshilish kerak. Bizda atigi bir necha daqiqa vaqtimiz bor. Pastga qarab kovlaymiz. Ha, yana. Menimcha yetib qolsa kerak. Devorlarni esa bedrockdan qilamiz. Keyinroq tushuntirib beraman nimaga aynan bedrock ekanligini. Endi devorlarni bedrock qilamiz. Bitta bu yerga va bitta pastga. Endi hamma tarafni shunday qilishimiz qoldi. Do'stlar, bedrock qilishimizning o'ziga xos sababi bor. Agar bedrock qilmasak, hammasi rasvo bo'lishi mumkin. Hozir tushuntirib beraman hammasini, nimaga bedrock qilayotganimizni. To'g'ri, bedrock qimmatbaho blok. Sindirish ham ancha qiyin. Keyin buni hammasini tozalashni ham o'ylash kerak. Lekin boshqa iloji yo'q. Hammayli qurilishni davom etish kerak. Hammayli undan oldin nimaga aynan devorlarni bedrockdan qilganimizni tushuntirib beraman. O'sha tepaga chiqaylik. Bedrockni ham olamiz. Xo'sh, bedrockdan qilganimiz sababi hozir bu yerda portlash bo'ladi. Tasavvur qiling. Bu mana shu bizning bazamiz. Unga hozir bomba kelib urilsa, u sochilib ketadi. Hamma yoqqa mana shunday sochilib ketadi. Shunda bedrockdan boshqa hamma narsa bu bosimni ko'tara olmasdan sirib ketadi. Shuning uchun bedrock qilishga majburmiz. Hammayli tezroq qilish kerak, o'zi vaqtimiz kam. Endi bo'lsa devorlarni biz obsidiandan qilishimiz kerak. Chunki obsidian agar sizlar bilsangiz portlashni kuchini ko'tara oladi. Shuning uchun obsidiandan qilamiz. Xo'sh, endi pastda bunkerni o'zini tayyorlashimiz kerak. Buning uchun bizga mana bunday xona kerak bo'ladi. O'zim sizlarga ko'rsatmasdan qilib qo'ya qoldim, chunki bu juda ham zerkarli. Tom ham esdan chiqmasligi kerak. Axir u ham juda ham muhim. Tomni ham obsidian qilamiz. Tayyor. To'xtang, hali pol ham bor-ku, pol esdan chiqibdi. Polni ham obsidian qilamiz. Chunki obsidian portlashni ko'tara oladi. Endi esa bizga kerak bo'ladi birinchi navbatda yotoq. Yotoqsiz hech qanaqasiga bo'lmaydi. Endi bo'lsa bizga juda ko'p dekorativ bloklar kerak bo'ladi. Bu yerlarga qo'yamiz. Mana bunday va buni yana bunaqasidan qo'yamiz. Qarang, allaqachon qanday chiroyli bo'lishni boshladi. Yana go'sht esdan chiqibdi-ku, go'shtsiz qanday? Men vegetarian emasman-ku sizlarga. Mana bu tarafiga ham richaklar qo'yish esimizdan chiqibdi-ku. Pastdan qanday ochamiz axir? Endi aniq hamma narsani tugatdik. Do'stlar, menimcha boshlandi shekilli, boshlandi, ha. Taqatar dahshat. Hamma yoqda zilzila bo'layapti. A few moments later. Do'stlar, menimcha hammasi tugadi shekilli. Sizlar uchun har doimgidek Arti harakat qildi. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog', omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.